Hammaga assalomu alaykum. Bugun yana bir kampus turiga keldim. O'zbeklar orasida anchagina mashhur bo'lgan universitet Gachon universiteti. Juda ham ko'p o'zbeklar o'qishadi bu yerda, bilishim bo'yicha. Bu yerga birinchi marta kelishim. Hozir endi universitetga kirib ko'ramiz. Bu yoqda metro bekati, Gachon University, adashmasam 7-liniya bo'lishi kerak bu. Bu avtobus bekati universitetniki. Men bu yerga avtobusda keldim. Seul markazdan taxminan 40 daqiqalik, lekin meni universitetimdan 1,5 soatlik vaqt ketdi. Universitet xaritasi ko'rinishdan unchalik ham katta emas. Bu birinchi zdaniya, Gachon Hall. Shu Instagramda chiqib keladigan asosiy zdaniya. Oxiridagi adashmasam yotoqxonalar bo'lishi kerak. Ko'ramiz. Hozir shu yerdamiz. Ikkinchi zdaniya, Vision Tower. Starbucks. Bu yerda universitetning brand store bo'lishi kerak. Shu bino ichida deb yozilgandi. Fotozona. Brand store qayerda endi? Yuqoriga chiqish kerak. Bir xil zdaniya, o'sha Vision Center, City Hall'dan o'tgandagi zdaniya. 6-etajga chiqdim. Shunaqa joy bor ekan. Menimcha qandaydir tadbirlar bo'ladigan joy bo'lsa kerak, bu. Boshqacha. Lekin bu yerda fotozona bor ekan. Ajoyib. Gachon Convention Center. Shu tadbirlar uchun bo'lishi kerak, chunki bu yerda уже gullar turibdi. Mana shu yerdan olib chiqib bu yerlarga qo'yishadi. Zo'r. Lekin manzara juda ham ajoyib. Bu yerda oynadan ko'rinyapti. Hali ichkariga o'tganim yo'q, lekin yuqoridan universitet zichga o'xshab ko'rinyapti. Lekin binolari chiroyli. Brand store ham nihoyat topdim. Bu yerda to'g'rida ko'rinyaptimi? Gachon Brand Store. Tashqarida ekan xullas, Brand Store. Bu bino ichida emas ekan. Lekin yana bir qiziq narsani ko'rib qoldim. Zinaga kaloriya yozilgan. Adashmasam Konkuk universitetiga borganimda ham xuddi shunday edi. Zinadan foydalanganda qancha kaloriya yo'qotiladi yozib qo'yilgan. 7.95, 8.1, xullas 0.15 har bitta zina farq qilyapti. Zo'r. Hali ham bir xil zdaniyadaman. Bir qiziq narsaga ko'zim tushdi. Bilamancha hammasi studentlarning ijodi. Hozir kiyimlar ham osib qo'yilgan joylar bor, ularni ham ko'rsataman. Juda ham ajoyib. Juda ham ajoyib. Men yo'lda ko'rdim. Meditsinskiy yo'nalish bu yerda anchagina kuchli ekan, lekin hozir birinchi bino kirishim bilan уже art. Bu nima endi? Qaniydir shakl ko'rmayapman lekin bu yerda. Lekin nimadir bor. Zo'r. Kiyimlar xuddi nima desa bo'ladi, bizda qo'riqchini shunday qilib qo'ysa bo'lar ekan. Simdan qo'l yasalgan. Kiyim kiyizilgan. Zo'r.
kabellardan qilingan ekan bu. Bu tepadagi nima endi? Qanaqadir simvoli bormi buni ham? Osilib turgan. Bularni bilmayman, bu hammasida bor. Bitta, ikkita, uchta, Ha, o'rtada bor. College of Law ekan to'g'rimizda. Men Brand Store bu binoning ichida bo'lsa kerak deb qidiribman. Vision Tower. Chunki kartada shu yoqda ko'rsatdi. Keyin qarasam, bu yoqda ekan, ha. Tepada ko'rsatdi, ha, bu yoqda. Ha, shu yoqda ko'rsatdi Vision Store. Universitetning kitob do'koni. Boshqa universitetlardan ko'ra kattaroq ekan bu. Bizniki kichikroq, ha. Engineering. Ko'plar olmaydi. Shunday kutubxonaga kirishda ekan koreys tili kitoblar. Shuni ko'rsatishyapti hozir. Topik kitoblari. Shu kirishga yaqinroq qo'yib qo'yishibdi-da. Bu yoqda qaniydir nom bormi? Qaniydir nom bormi? Nimadir square demaydimi? Yo'q, yo'q. Bu o'shan orqasidan bu yer ichkari kutubxona. Ha. Kutubxonaga hozirgi oldidan boramiz. Yonboshga kiramiz. Bu o'zi katta bino, qachon hol. Qachon hol. Qachon u yoqqa borsak ham katta zal. Zal. Hozir borib ko'ramiz. Bu hozir Gachon hol. Ha. O'sha internetdan qidirsa chiqadigan ana rasmda. Zo'r. Yuqoridan ko'rdim, kampus anchagina ixchamga o'xshab ko'rindi. U tepaga chiqdim-da. Ha. Ixcham kampus yo kattami ancha? Qaysi bumi? Ha. Mana shu kampus. Unchalik emas, ixcham. Hozir universitetda global kampusdamiz. Bu yoqda aytishlari bo'yicha medical kampus ham bor, to'g'rimi? U qayoqda? Inchonda. Inchonda yana bir kampusi bor. Bugungi turga Abdug'affor yordamlashyaptilar aylanishga. Abdug'affor, hozir siz 3-kurssiz, ha? Ha, men 2-kurs, 3-kurs. Bu mikrofon? Bu mikrofon, ha. Aha. Mikrofonimiz bitta endi. Aha, bo'ldi. O'rtada ishlab turaman. Xo'p, mendan ko'p so'rashadi qabul bo'yicha. Siz bu yoqqa 2 yil oldin kelgansiz. Bu yoqda aniq bir ko'rsatkichlar bormi? Masalan, topik nechidir bo'lishi kerak bu yoqqa kirishingiz uchun. IELTS necha bo'lishi kerak? Universitetga bakalavrga kelish uchun topik 3 bo'lishi kerak. IELTSdan 5,5 bo'lishi kerak. Agar til kursiga kelish kerak bo'lsa, topik 1 yoki 2 bilan kelsa bo'ladi. Kelish uchun ko'rsatkich. Endi grant uchunchi? Masalan, 50% yoki 100% grant uchun ko'rsatkichlar qanday bo'lishi kerak? Topik 3 ga o'zi 40% grant beradi. Topik 4 ga 60%, topik 5 ga 70%, 6 ga 90% grant beradi. 6 ga 90%. 100% olish uchunchi? 100% bo'lish uchun 6 bo'lishi kerak, keyin baholari ham yaxshi chiqishi kerak. Baholar GPAlar 2,5 dan baland bo'lsagina 100% oladi. Demak, topik 5-6 bo'lib, GPAsi yaxshi bo'lsa, keyin 100% oladi. Baholar yaxshi bo'lsa 100% olsa bo'ladi. IELTSda ham shunday. IELTSda ham xuddi shunday. Baholar yaxshi chiqishi kerak. Siz hozir meditsinskiy yo'nalishda o'qiysiz? Men o'zi 1-kursda Hanguka Monaco edim, koreys tili yo'nalishida edim. Hozir 2-kursda o'zi o'zgartirish mumkin ekan, 2-kursdan meditsinskiy yo'nalishga o'zgartirganman. Meditsina Koreyada juda ham raqobatli soha, o'qish qiyin deb eshitganman. Shunday, o'qishi ozroq qiyinroq. O'qishi men o'zi koreys tili bo'yicha kelganim uchun, koreys tili yo'nalishida kelganim uchun koreys tili tomonlama emas, ingliz tili bilan aralashib ketgani uchun sal ingliz tili tomonlama qiyinroq menga. O'zim uchun ingliz tilini ham, koreys tilini ham biladigan odam agar astoydil o'qisa o'qiy oladi.
qiyin tomonlari ko'p. Har kuni PPT qilish kerak. Har 2 kunda prezentatsiya qilib doskaga chiqib aytib berish kerak. Imtihonlar bor, ulardan yaxshi baho olish kerak. Qolgan tomonlardan shulardan agar o'ta olsa, keyin baholarni yaxshi chiqib, grantlarni ham yuta oladi. O'qish necha kun o'zi? O'qishim meniki hozir 4 kun. Ha, qarang. Meditsinada bizda masalan ishlash uchun 8-9 yillab o'qishadi-yu, bakalavr, magistr. Bu yoqda qanday Koreyada? Hozir bakalavr tugatdingiz. Ishlab ketishingiz uchun yana magistr, PhD qilib davom etishingiz kerakmi yo to'g'ri ishlasangiz bo'ladimi? Yo'q, men hozir 3-kursdan boshlab tayyorgarlik ko'raman. 4-kurs bo'layotganimda mendan imtihon olishadi. Pilgi va shilgi deydi. Uni yozma, keyin amaliy. Amaliy imtihonlari bor. O'sha imtihonlardan o'tsam, menga o'zi sertifikat berishadi. Faqat u davlat ichida o'qiy olishim uchun. Davlat ichida o'qiy olaman. O'qishmi, ishlashmi? Ishlash. O'qish debman. Davlat ichida ishlay olishim uchun 2 ta sertifikatim bo'ladi. Ikkalasi bilan ishlay olaman. Davlatda tashqarida, masalan, o'zimizda O'zbekistonda yoki Rossiya, boshqa davlatlarda o'qish va ishlash uchun magistraturani ham bitirishim kerak bo'ladi. Ajoyib. Zo'r. Sizga rahmat. Davom etamiz. Abdug'affor bizni git. Hozirgi kirgan joyimiz uxlash uchun ekan. No, gapirmay qo'ya qoldik. Oldida endi bitta o'g'il, bitta qiz, ana talabalar, Studentlar ko'rsatishgandi. Qolganlari Gachon hovli ichida bu yerda ko'rgazmalar, har xil tadbirlar uchun zona bor ekan. Oldindan bron qilib foydalanish mumkin ekan. Abdug'affor o'zi bu yerda qilib turasizlarmi? Qaniydir o'zbeklar men o'zbeklar bilan alohida qilmaganman, lekin men o'zi почти 90% koreyslar bilan o'qiganim uchun koreyslar bilan qilganmiz. O'zi o'zbeklar uyushmasi bormi qandaydir? Masalan, rasmiy tashkilot sifatida universitetda ro'yxatdan o'tgan, qanday tadbirlar bo'lib turadigan o'zbeklar uchun. O'zimiz uchunmi? Yo'q. Masalan, talabalar bor, juda ham ko'p talabalarni taniyman, lekin o'zbeklar uyushmasi haqida hali bilmayman. Chunki Inxaladiga borganimda ko'rgandim, rasmiy uyushmasi bor. Uyushma, rezidentlari, prezidentlari shunaqa tadbirlar tashkillab turishadi. Universitet ba'zida moliyalashtiradi. Yo'q, bizda unaqa narsa yo'q. Faqat shu Global Centerga borsangiz, 7-etajda assistentimiz bor, o'zimizni, o'zbek assistentimiz bor. Qolgan hamma talabalar bor. Shuni bir o'ylab ko'rsana bo'lar ekan. Chunki o'zbek ko'p, har xil tadbirlar tashkillab turish kerak-da. O'ylab ko'rsak bo'lar ekan. Chunki o'zbek talabalarimiz juda ham ko'p. Chunki yaqinda Navruz bo'ldi, masalan, birga osh qorsana bo'ladi. Endi ruxsat berishi qiyin bu yoqda olov yoqishga, lekin qayerdadir oshxonada tayyorlatib, olib kelish mumkin. Tayyorlatib, olib kelib yeyish mumkin, to'g'ri aytganingiz. Cherry Blossomga hali ozgina bor-a. Hamma daraxtlar ochilmabdi hali. Lekin hozir kelishda ko'rdim, so'kchonlik bor-ku. Ana nimada? Lotte Tower atrofida. U yoqda juda chiroyli ochilibdi. O'zi ertachi ochiladigan-da daraxt hammasi tez ochilgan. Menimcha biznes schoolda bo'lsa kerak, 16-bino xullas, kirishda binoni o'qimanmiz. Bu yoqda remont uchun. Hali tozalanmagan xonalar. Hozir Abdug'affor aytish bo'yicha musulmonlar uchun namozxona bor ekan. Mana shu yerni ko'rsatmoqchi. Hozir topamiz. Bu yoqlar hammasi tozalash uchun. Hali tozalanmagan xonalar. Hozir adashmasak o'sha 16-bino biznes kampus bo'lishi kerak. Oxirigacha remont. Hozir yuqoriga chiqdik. Bu yoqda shu xonalardan bittasida namozxona bo'lishi kerak edi, lekin menimcha remont bo'lsa kerak bu yoqda ham. Hozir Abdug'affor aytishlari bo'yicha kontrakt narxlari semestrga 4800 dedingizmi? Meniki medical yo'nalish 4.800, 3.900.000 u koreys tili yo'nalishida. Koreys tili bilan kelsa ham, ingliz tili bilan kelsa ham, topik 3 bo'lsa, keyin IELTS 5.5 bo'lsa 3.900. U full. Hozir sizda qanday chegirma bormi? Off bormi? Bor.
baholarim, gpalarim 2,5 dan baland chiqadi. Keyin topik tortim borligi uchun где-то shu 2 million atrofida to'layman. Ha. Почти 50% dan ko'proq grant bor. Zo'r. College of Engineering. Bu yerda ham hozir yuqorilarga chiqib ko'ramiz. Birorta ochiq xonalar bo'lsa, bu hozir shunchaki injiniring schoolga kirish. Hozir injiniring school ichidamiz. Bu yerda laboratoriya ingliz tilidachi? Nimani? Lab nomi. O'zi aslida labni nomi yo'q. Ha, lab nomi yo'q. Zo'r. Laboratoriya ozgina bardaroq ekan, lekin zo'r. Mana shu yerda o'tirib ishlashadi, proyektlar ustida. Bu yoq o'zbek akamiz joylari. Hozir business school svet yonmayapti. Ochiq xonalar bor ekan, darslar shu yerda bo'ladi. Zo'r. Kompyuterlar. Men bilishimcha bu yerdan notebook bilan planshet arenda olsangiz ham bo'ladi. Arenda ham olsa bo'ladi. Boshqa qavatlar ham bormi? Tepaga chiqaring, pastga tushaylikmi? Farqi yo'q. Tepaga chiqaring, pastga tushib ketib, pastdan chiqib ko'ramiz. Pastdan chiqsak, zavrni ko'ramiz. Adashmasam tepadan o'tkazam. Pastda tushamiz. Hozir bu yerda kompyuterning zona, kutubxonani, aytishlari bo'yicha laptoplarni ham arendaga olsa bo'ladi ekan. Ochiq xona bir so'raganimizda qanday foydalansak bo'ladi desam, to'ngariga yozilasizlar. Ha, to'garakka yozilib, To'ngariga keyin foydalansanglar bo'ladi. zo'r lekin. Kutubxonaga kirib chiqdik hozir. Kutubxonada gapirmadim iloji boricha. Bu kutubxonada kitoblar yo'q, asosan dars qilish uchun ekan. Bu yerda katta zdaniyaga kirganimizda boshida ko'rgan joyimiz to'y uchun ekan. Bu yerda to'ylar bo'lar ekan. Studentlarning to'yi bo'lsa, qanday chegirmalar bo'ladi ekan. Agar to'y qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu yerda Vision Center binosida, mana shu katta zdaniyada 8-qavatda o'sha to'y uchun maxsus joy bor ekan. Hozir avtobus kutyapmiz. Engineering kampusiga o'tamiz. Yangi zdaniya deyaptilar. Buni ko'ramiz. Hozir avtobusga chiqdik. Ochiq avtobus. Birinchi avtobusda aylanish kerak ekanda, bu aka. Ha? Buzilmoqchi bo'lgan bino mana yu-da, Industry Academy. Bu bino to'liq buziladi ekan. Parkovkaga ham kirib ko'rar ekanmiz.
Boshqa bitta avtobus. Bu yoqda kutubxona bor ekan, asosiy kutubxona. Eski kutubxona. Bundan oldin ko'rganimiz o'sha zamonaviy kutubxona, bu yoqda faqat dars. Bu to'g'ridagilar yotoqxonami yoki ham kampus binosimi? Yotoqxona. Bunisi yotoqxona. Bular yotoqxona. Tepada ham qiziq narsalar borga o'xshayapti. Qanaqadir ibodatxonalarmi? Tempoga o'xshayapti. Ha. Chiqib ko'rmaganmisiz? Yoqmaydi odamga. Oldindan ko'rganman, lekin ichiga kirmaganman. Bunaqa tepaga chiqish yoqmaydi odamga. Uyga yetadigan yo'lim yo'q, bu yerdan Avtobus uchun oxirgi bekat ekan. Bu yoqda juda ham chiroyli manzara. Universitet stadioni, bu yoqlar yotoqxona va bu yoqda Engineering School yangi binosi shu-a? yo'q, bu ham yotoqxona ekan. Ha, bu ham yotoqxonami? Ikkinchi Gachon ko'rkam University. yangi. Ha, yangi yotoqxona ekan bu. Zo'r. Hozir bu yoqda shu IT kim ko'ramiz hozir. Ha, bu yoqda Kokon School degan joy turibdi, lekin kirganda ko'ramiz endi bu yoq nimaligini. Lekin terrasaga gap yo'q, aka. Ajoyib. Manzara. O'z. Zo'r. Bu yoqda Kokon School ichida. Kokon School hali nimaligini bilmadik, lekin chiroyli joy bor ekan. Xuddi stand-uplar qilsa bo'ladigandek. Zo'r, lecture room. Kokon School nimaligini bilmoqchi bo'lib kirgandik, lekin bu yoqda eshik yopiq. Lekin ko'rinishdan anchagina chiroyli. Gachon Kokon School. 그래서 요즘에 이제 다시 가보더라고요. 저희가 휴지 카드 발급해주시고 여기는 이제 학기제 공간. 그러니까 새로 들어온 학생들이 이제 여기서 공부를 하거나 PMA를 할 때 쓰는 거는 22년도, 2020년도 9월 말부터 시작을 해서 이렇게 현재 운영 중입니다. 그 다음에는 약간 학기제 학생들 뽑아가지고 학부제로 넘어가는 선발 과정이 있어요. 네. 그러니까 업그레이드 되는 거. 따로 쓰시는 번호나 그런 게 한국 번호가 있어요. 네, 있습니다. 제가 한번 그러면은 주시면은 다음에 투어 할 수 있는 방법을 제가 문자 Hozirgi school ichidamiz. Kofe taklif qilishyapti bizga. 성함이 어떻게 되시죠? 압둘이라도 써드릴게요. 제가 그 문자로 한번 Hozir yotoqxonadamiz, yangi qurilgan yotoqxona. Bu yoqda yotoqxonaga kirish maxsus karta bilan kirilar ekan. Bu yoqda dars qilish uchun sharoit ham bor ekan. Zo'r. Bu yoqda imart ham bor. Bu oshxona. Universitet oshxonasi va aytishlari bo'yicha bu yoqda 1000 won. Menyu bu yoqdami? Bu yoqda 6000 won yozib qo'yilgan, lekin 1000 wonlik ovqati bor deyaptilar. Lekin zo'r, anchagina katta. Taxminan 200 kishilik. Bu yerdan kerakli narsalarni solib
Bu yoqda narxlar yozilgan ekan. Menyu. Bu yoqda ham narxlar yozib qo'yilgan. Lekin zo'r. Yotoqxona. Hozirgi kirib ko'rgan Kokon School'imiz aytishlari bo'yicha mana shu yerda tugatgan. Yapon kompaniya ochgan, xuddi shu nom bilan, ana shu inson investitsiya kiritgan. 3 milliardda aka. Ha, 3 milliard. 3 milliard investitsiya kiritib, mana shu yerda o'sha Kokon School ochib bergan. Bu yerga bitta semestrga 30 ta student olib o'qitishar ekan, uni saralab olib, o'sha kuchli studentlarni saralab olib o'qitishar ekan, aynan o'sha IT yo'nalishida. Hozir ichkarida ko'rsatishdi bizni aylantirib imkoniyatlarni, sharoitlarni, lekin haqiqatda o'sha summaga yarasha juda ham zo'r sharoit qilingan, o'sha hojatxonalargacha, kofe damlab berishdi bizga. Zo'r. Har yili may oyida festival bo'ladi ekan. Festivalga doim pisa kelar ekan. Juda ham ajoyib. Universitet prezidenti yoshlar necha dedingiz? 90 dan balandsiz, a? 90 dan baland ekan. Zo'r. Manzara, bizga avtobus to'xtagan joy bu yoqda yuqorida edi. Bunaqa saylanib yuqoriga chiqib to'xtagan. Hozir asosiy kutubxonaga kirdik. Bu yoqda o'qimasangiz ham bir martalik kirishga ruxsatnoma olsa bo'ladi ekan. Bir kun davomida kirib chiqsam bo'ladi shu bilan. Zo'r. Faqat so'rash kerak ekan buni. Ba'zi universitetlarda shunday kirishda avtomat bor, o'sha yerdan olsa bo'ladi. Bu yoqda mana so'rab oldik, berishdi, qayerda topshirib ketamiz. Bu yoqda hozir printer ishlatib ko'ramiz. Universitet bazasi, bu yerdan kitoblarni qidirib, qayerda joylashganini ko'rib olsa bo'ladi. Alpomish bor ekan. Alpomish bor ekan o'zi. Alpomishda qayerdaligini Alpomish bor. Qayerdaligini ko'raylik-chi. Balkim elektron formatda yo'q, kitob holatda bormi? Kitob. Hangi koreys tilida ekan? Tekshirkan. Alpomish koreys tilida bor ekan. Gap yo'q. Shuni pechat qilib beradi. Print qilib bersa. Kitobni print qiladimi? Yo'q. Qayerdaligini. Qayerda joylashganini chiqarib beradi. Zo'r, Alpomish bor ekan, koreys tilida. Chiqdi. Bu yoqda qayerdaligi yozilgan, 894 325. Kitob topamiz hozir. Mana shu yerda raqamiga qarab qidiryapmiz hozir. 894 topishimiz kerak. Shu tomon ekan, mana 899 gacha. Alpomish 95, 92, 93, 94. 94 894 94 94 326 turibdi. 325 mi? 325, 894, 325. 894 35 Alpomish. Kimdir boshqa joy qo'yib ketdimi-ki? 92 Kitob yo'q bo'lsa. Yo'q, Chexov tatorlari bor ekan. Maksim Gorkiy. Chexov. Bu yerda Ursula Kozyol. O'qidan so'raylikmi? Mana oxiri Alpomishni topdik. Alpomish agar gachonda o'qiydiganlar bo'lsa, birinchi etajga kelib so'rasanglar, birinchi etajdan o'zlari ichkaridan olib chiqib berishdi. Bu kitob javonlarda yo'q. Eng qizig'i O'zbekistonda bormi kitob Alpomishni? Ko'rmaganman. Bo'lsa kerak. Koreys tilida bor ekan. Koreyscha Alpomish.
bilsa shu Judayam asosan she'riyga o'xshayapti. baxshilar aytishadi-yu uni. Ha, Narsa qilib yozgan ekan. zo'r. Alpomish Do'stoni Koreyada o'qilyapti. Judayam ajoyib. Ba'zan uchinchi qo'shiqlarni yozdi. Choppan Ha, Jenore, Sebon Jenore birinchi qo'shiq, ikkinchi qo'shiq, uchinchi qo'shiq qilib. qizig'i yaxshigina katta kitob ekanda, to'liq qilinganda. 600 betdan oshiq. Zo'r. Jip. Kim yozgan ekan o'zi buni? Ha, yozilgan-a? Kim tarjima qilgan? O'zbekistonda kim yozganini yozibdi. Yo'ldosh o'g'li, Fozil Yo'ldosh o'g'li. Fozil Yo'ldosh o'g'li. Ajoyib. Zo'r, mana Koreya kutubxonalarida. Ikki qismga bo'lingan ekan. Ikkovi ham 5 ta qo'shiq deydimi? Shundan iborat ekan. Ha, ikkinchi kitob ham bor dedimi? Yo'q, Ha, shuning ichida ikkiga bo'lingan. Ha, bo'ldi. Ikkovi bo'lim ham 5 ta qo'shiqdan iborat ekan. Ajoyib. Zo'r. Bu yoq ikkinchi qavat. Aytishlari bo'yicha bu yer bilan bu yerdagi hududlar 24/7 ishlaydi. Doim kirib dars qilsa bo'ladi. Kutubxona 11 gacha? 10 yoki 11 da. Kutubxona ham 10-11 atrofida yopiladi, lekin kutubxona 24/7 emas. Lekin agar kechqurun dars qilaman desa, bu yoqga shunaqa joylarga kelib dars qilsa bo'ladi. Universitetda o'zining jurnallari. Bu 3 oyda bir dedingiz-a? Bu 1 oyda bir gazeta. 1 oyda bir. Har oy chiqadi bu. Bu 3 oyda bir. Zo'r. Bularga siz ham qanday maqola chiqarsangiz bo'ladi. Gaplashish kerak. Ha. Qiziq bo'ladi. Lekin hech qiziqmaganman. Bu yoqda hozir College of Education ichida gym bor ekan. Bu yoqda aytishlari bo'yicha 7 dan 9 gacha, 5:30 dan 9:30 gacha hamma foydalansa bo'ladi ekan. Lekin aynan physical educationda aynan shu kampusda o'qisa, keyin shu kun bo'yi foydalansa bo'lar ekan. Zo'r, anchagina katta. Bu yoqda rasmga tushish uchun chiroyli joy bor ekan. College of Education oldida hamma rasmga tushyapti. Bu yoqda o'sha daraxtlar gullagan. Ha, yo'q. Koreys emasmi bular? Yapon. Gaplasha kelishib keldi. Ha. Otovlar qancha? Lekin chiroyli joy ekan. Bu oldimizdagi zana qanday? Bu Ilban Tiyabon. Bu yerda o'sha o'zbek ishchimiz ishlaydi. Magistratura kontrol qiladi deydimi? Ha. Magistraturadagilar qanaqa muammosi bo'lsa, mana shu zanaga kelib hal qilib ketsa bo'ladi. Boyagi avtobus. Piknik uchun zo'r joy ekanda, shamol. Qachonda mashet hisobda maskota. Ha. Ramzi mashina. Daraxtlar уже ochilishni boshladi. Menimcha shu haftaning oxiriga ular ham ochilib ketsa kerak, u yoqdagi daraxtlar ham. Hammasi ochilib chiroyli bo'lib qoladi. Bu yoq art and design center ekan. Design school. Qahramonlar aytgandek shashashib tushiga. Ha. Uzun binoda ichki chiroyli. Art school.
Dream. Tuvali şeklinde. Bu yoqda zinalar qarang, o'sha bilinib turibdi-da, Art School. Nima ko'rib qoldim uni? Qanaqadir hayvon ko'rib qoldim menimcha. Mushuk ko'rib qolganmi? Mana boy bundan oldingi maydonchani rasmi ekanda endi. Yashil maydon. Bu mana gachoni belgisini aralashtirishganda endi cheksizlik belgini bu oyoqchaga. Bu Simbol. ham 2 yil bo'lmadi chiqqaniga. Ha, yangi. Yangi. Как раз men kirayotganda boshlangan 3-4 xil taklif qilishgan. Ko'rgan edim, eng yaxshi mashina edi lekin. Ha. Qanaqa robotlar bor edi. Ketib qolgan-ku, vallahi haydab keyin ketdi menimcha. Ana shu yerda nimadir tomosha qilishyapti. O'sha. Ha, mushuk ekan. Mushukni ko'ryapti ekan. Zo'r. Art School. U oynalarga ham rasm chizib tashlashibdi. Yana boshlagan joyimga qaytib keldim. Bu birinchi kirgan zdaniyam. Lekin universitet anchagina chiroyli. Menga bu yoqda kelaman deb aytgan vaqtimda tanishlar nima qilasan borib, gachonda ko'radigan narsa yo'q-ku deyishgandi, lekin zo'r. Bu yoqda o'qiydigan tanishlar yordam berishdi ko'p joyga kirishga. Kutubxonaga masalan bir martalik ruxsatnoma olib, bir martalik karta olib kirsa bo'lar ekan. Shu ma'lumotlarimni, ism familiyalarimni yozib qo'yib, shu bir martalik karta berishdi. Bir kun davomida kirib foydalansam bo'lar ekan kutubxonaga ham. Juda ham ajoyib. Keyin engineering schoolda yangi joy topdik. Kokon school degan joy bor ekan. O'sha yapon 3 milliard investitsiya kiritib shu yerda bitirib ketgan yapon ochib bergan ekan studentlar uchun. Lekin zo'r. Bu yerda hozir menga ko'rsatgan aka ham u yerda Kokon schoolni endi kashf qildilar. Endi kirib ko'rishlari ekan. Lekin zo'r. Bu zona shu Instagramda chiqib turadigan zona. Birinchi qidirganda mana shu yerga keladi, Gachon Hall. Bu cheksizlik belgisi. Lekin juda ham ajoyib, qiziq narsalar ko'p. Menga eng qiziq tuyulgani kutubxonada alpomish bor ekan, koreys tilida. Alpomish kitobi koreys tilida mavjud. Daraxtlar ochilyapti, anchagina chiroyli manzara bo'lyapti. Menimcha endi yakunlasak bo'ladi. Ko'p joyga kirib ko'rdik. Yordam berishdi, ko'p joy ko'rsatishdi. Ochiq juda ham xursandman, chunki o'zim bo'lganimda kira olmasdim u joylarga. Agar savollar bo'lsa, yozib qoldirsanglar bo'ladi. Bu yerda hammani kontaktini oldim. Kirish ballari, umuman ta'limga oid yoki gachonga oid savollar bo'lsa, yozsanglar, men bulardan so'rab yoki o'zim topolsam o'zim topib, javob beraman. Hozircha xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha.